Ayollar nima uchun 35 yoshdan keyin o'zini yo'qotib qo'yadi? Bugun siz bilan juda og'riqli mavzuda gaplashmoqchiman. Men Rustamova Rohata Murodolayevna, onkolog, mammolog va plastik estetik jarrohman va oxirgi yillarda operatsiyaga kelayotgan ayollarning ko'pida bir xil gapni eshityapman. Ya'ni, doktor, men o'zimni ayoldek his qilmay qo'ydim. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Ayolning tanasi bu shunchaki tana emas. Bu uning ishonchi, kayfiyati, o'zini sevishi va hatto oiladagi energiyasiga ham ta'sir qiladi. Lekin farzanddan keyin, emizishdan keyin, keskin ozishdan keyin yoki yosh o'tishi bilan ko'krak shakli o'zgarishni boshlaydi. Osiladi, hajmini yo'qotadi, asimetriya paydo bo'ladi va eng yomoni, ayol oynaga qarashni to'xtatadi. Ko'pchilik buni oddiy narsa deb o'ylaydi, lekin men sizga rostini aytaman. Bu holat ayolning psixologiyasini juda qattiq sindiradi. Ayol o'zini chiroyli his qilmay qo'yadi. Erdan uzoqlasha boshlaydi. Rasmlarga tushgisi kelmaydi, kiyim tanlash qiyinlashadi va ichidan asta-sekin men qarib qoldim degan qo'rquv boshlanadi. Lekin eng achinarlisi nima bilasizmi? Ko'pchilik ayollar shu holatda ham yordam so'rashga uyaladi yoki internetdagi noto'g'ri maslahatlar ortidan ketishadi. Kimdir krem yordam beradi deydi, kimdir massaj bilan ko'tariladi deydi, kimdir esa ukol qilamiz deydi. Lekin vaqt o'tib, ayol ahvoli yanada yomonlashadi. Men sizga bir holatni aytib bermoqchiman. 2 farzandli ayol keldi. Yoshi 37 da. Operatsiyadan oldin kabinetda yig'lab o'tirgandi. Bitta gapni aytdi: "Doktor, erim yomon odam emas, lekin men o'zimdan sovib ketdim." Tasavvur qilyapsizmi? Muammo faqat tashqi ko'rinishda emas edi. Muammo ayolning ichida edi. U o'zini yo'qotib qo'ygandi. Tekshiruv qildik va holatni o'rgandik va unga mos, xavfsiz operatsiya rejasini tuzdik. Operatsiyadan keyin u oynaga qarab yig'ladi, lekin bu safar boshqacha yig'ladi. U o'zini yana ayoldek his qila boshladi. Shuni tushunish kerakki, plastik operatsiya bu shunchaki ko'krak kattalashtirish emas. Bu ko'pincha ayolning o'ziga qaytishi bo'ladi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Hozir internetda juda ko'p yarim mutaxassislar paydo bo'lgan. Arzon narx, tez natija, 15 minutda kattalashtiramiz va oqibatda ayollar sog'lig'idan ayrilyapti. Men har kuni noto'g'ri qilingan operatsiyalar, gel, filler va deformatsiyalarga uchragan ko'kraklarni ko'ryapman. Shuning uchun ayol birinchi navbatda trendga emas, mutaxassisga ishonishi kerak. Har bir operatsiya individual bo'lishi kerak. Har bir ayolning teri holati, to'qimasi, gormonal foni va genetikasi har xil bo'lishini hisobga olish kerak. Kimlargadir implant kerak bo'ladi, kimlargadir lifting, kimlargadir umuman operatsiya kerak bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun professional yondashuv juda muhim. Men doim bitta gapni aytaman: go'zallik bu sog'liq evaziga bo'lmasligi kerak. Agar siz ham ko'kragingiz shaklidan norozi bo'lsangiz, o'zingizni yo'qotib qo'ygandek his qilayotgan bo'lsangiz yoki operatsiyadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, avval konsultatsiyaga keling. Biz sizga majburlab operatsiya qilmaymiz. Avval holatingizni o'rganamiz, tekshiruv qilamiz va siz uchun eng xavfsiz variantni tanlaymiz. Iltimos, shu videoni ayollar guruhiga yuboring. Bu video kimningdir o'ziga bo'lgan ishonchini qaytarar va kommentariyada albatta yozing. Ayol o'zini chiroyli his qilishi oilaga ta'sir qiladimi? Fikringizni albatta kommentariyaga yozing. Videoni ostida Telegram va Instagram kanallarimni va raqamimni qoldiraman. Albatta savollar bo'lsa, menga murojaat qiling va konsultatsiyamga yoziling. Men sizga eng to'g'ri maslahatlarni beraman.